Barchaga salom. Sizlar bilan men Kompot va meni yangina videomga xush kelibsizlar. Bugun oddiygina nima qilishni bilmayapman. Qandaydir zerikarli obunachilar. To'xtanglar, eshigim taqillayapti. Nimaga? Kim ekan? Salom qishloqlar. Salom Kompot, yaxshimisan? Kechirasan Kompot. Yo'q, qishloq, ustimni rasvo qilding. Qanochi Kompot, senga aytadigan gapimiz bor. Uzr so'rayman Kompot, sendan yana bir bor. Qishloqqa nima qilyapsan? Eshigimni rasvo qilyapsan-ku, nima bo'lyapti u sizlarga? Bu oddiy allergiya Kompot. Nima allergiya? Unda sizlarga yordam kerak. Doktorga boringlar. Yo'q, bu allergiya kichkina mavjudotdan bo'lyapti. Qanaqa kichkina mavjudot? Nima bu, qishloqlar? Bu oddiy mushuk Kompot, lekin qayerdan kelib qolganini bilmaymiz. Buni uyi ham yo'q, qishlog'imizga o'zi kelib qolibdi. Qaranglar, bu mushukcha buncha chiroyli bo'lmasa. Kompot, rostdan ham bu mushuk juda chiroyli, lekin buni uyiga olib borish kerak. Bizda allergiyamiz bor, buni boqolmaymiz ham, qarolmaymiz ham. Bu yerda bizni och qolib yurmaydi-ku Kompot, bizda allergiyamiz bor mushuklarga. Janursa, nima qilaman endi men bu mushukni? Nimaga menga olib keldilaring? Bilmadim Kompot, senda allergiya yo'q, balki muzey qaralsan yoki uyiga olib borarsan. Qanaqa uy, qishloqlar, nimalar deyapsizlar? To'xta, rostdan ham. O'tgan videoda men kuchuklarni qishlog'iga borgandim. Balkim men mushuklarni ham qishlog'iga borarman. Mana bu chiroyli mushukchani qaranglar. Xaritadan topaman bu mushuklarni uyi qayerdaligini. Rahmat senga Kompot, davay shunday qil bo'lmasam. Albatta shunday qilaman. Men xaritadan mana shu mushukchani uyiga olib boraman. Yaxshi, obunachilar, davay xaritani qidiramiz. Mana topdim, yaqinda ekan, bizdan ancha uzoq emas. Xo'sh, mushukcha, uyingga ketishga tayyormisan? Ajoyib, yaxshi. Davay ketdik. Obunachilar, siz tezroq kanalimga obuna bo'ling. Videomga like bosing. Sizga qaysi YouTuber yoqadi, kommentariyaga o'z fikringizni yozib ketinglar. Davay ketdik mushukcha, qani qishlog'ingga ketdikcha, qishlog'ingni ham bir ko'rib kelamiz. Seni qishlog'ingga tashlab yuraman. Ajoyib mushukcha ekan bu. Obunachilar, sizlarga mana shu mushukcha yoqdimi? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib ketinglar. Va nihoyat uyingga ham yetib keldik. Ya'ni qishlog'ingga ham yetib keldik mushukcha. Obunachilar, mana biz mushukchani qishlog'iga yetib keldik. Qani ko'ramiz uni qishlog'i qanaqa ekan. Men juda qiziqib ketyapman. Qaranglar, mana buni juda zo'r bezalgan, ajoyib. Bu yerda ikkita odam turibdi. Salom janoblar, bu yerga kirsam bo'ladimi? Mushukchani olib kelgandim uyiga qo'yib ketishim kerak. Yo'q janob, bu yerga kira olmaysiz. Qo'y, to'xtang. Qayoqqa ketyapsiz? Bu joy, ya'ni bu qishloq faqatgina mushuklar uchun. Siz mushuk emas, odamsiz janob. Ya'ni o'yinchi. Bu yerga faqat mushuklar kira oladi. Tushuntirgan bo'lsam kerak yaxshilab. Janob, shuning uchun bu yerdan ketganingiz ma'qul. Axir qanaqasiga? Men shunchaki mushukchani uyiga qo'yib ketmoqchiman. Axir buni o'zi kira olmaydi, faqat meni ortimdan yuribdi-ku. Mayli, obunachilar, u yerga bizni kiritgani qo'yishmadi. Endi qanday kiramiz endi obunachilar? To'xtanglar, qanday qilib kirsak bo'ladi? Faqat mushuklar uchun. Obunachilar, to'xtanglar, menda bitta ideya bor. Har doim menda bitta ideya bo'lgan. Axir men mushukka aylana olaman obunachilarda. Mushukni kiyimini kiyib olsak, bizni bemalol bu yerga kirgizishlari mumkin obunachilar. Davay bo'lmasam, siz kanalga obuna bo'ling. Men mushukka aylanaman-da. Mushukni kiyimini kiyib olaman. Mana shunday qilib hozir kiyib olaman men obunachilar. Davay, qani ketdik. Mana shu mushukchani kiyimini kiyib olamiz. Mana obunachilar, sizlar bilan men Kompotman. Yaxshi. Mana bu kiyim menga yarashibdimi? Qaranglar, kommentariyaga o'z fikrlaringni yozib ketinglar. Bu kiyim menga yarashibdimi? Qaranglar, ajoyib ranglar ham mos tushgan, menga juda yarashgan, shundaymi? Ana bu yerda Kompotni belgisi ham turibdi. Ajoyib, menga juda yarashdi. Mana bu bilan bir xil bo'lib qoldim. Davay bo'lmasam qishloqqa ketamiz. Juda ajoyib yugurar ekan-ku bu. Yaxshi, bular meni tanimaydi. Buncha shirin mushukchalar bo'lmasa, qaranglar bu mushukchani.
Miyav miyav miyav. Obunachilar shunday qilmasak bo'lmaydi. Bular kirgizmasliklari mumkin. Miyav miyav. Bo'ldi. Kirib ketdik obunachilar. Ajoyib kirib ketdik. Bu yerda mushuklar ko'p ekan. Mana uyingga ham olib keldim. Endi davay bitta qishlog'ini ko'rib chiqaylikchi. Qanaqa ekan bu mushuklarning qishlog'i obunachilar. Sizlarga ham bilaman qiziq ekan. Agar ketvorsam Kampot nimaga bu qishloqqa kirib ko'rmading deb kommentariyaga yozasizlar. Davay, bu parkurmi? Menimcha oson bo'lsa kerak. Men mushukman axir desam, yo'q, tushib ketdim. Davay, endi bu safar albatta o'taman obunachilar. Davay, yaxshi. Yana bitta qoldi. Let's go. O'tib bo'ldik-da. Yana bo'ldi. Ajoyib obunachilar, qaranglar. Wow. Endi sanduq bor ekan. Mana buni qaranglar. Buncha qulay bo'lmasa mana bu ko'rpacha. Bu nima bo'ldi bu? Nima bu? O'yinchoqmi yoki ovqatmi? Bilmadim obunachilar. Davay yana qishloqni aylanamiz. Meni kiyimim mushukka zo'r yarashibdi, lekin obunachilar, mana bu katta uy nima bo'ldi? Davay keyinroq kirib ko'ramiz. Bu yerda nima kirisalar, kalamushlar bor ekan. Bu yerda yaramaslar. Davay bularni o'ldiramiz obunachilar. Let's go. Hammasini o'ldiramiz. Bu yerda o'yinchoq kirisalar ham bor ekan. Hamma kirisalarni o'ldiramiz obunachilar. Hamma kirisalarni o'ldiramiz. Davay, yaxshi bittasini o'ldirdik. Yana qoldim. Meni jahlim chiqsa. Davay, mana uni ham uramiz. Obunachilar, tezroq kanalimga obuna bo'ling. Videomga like bosing, tezroq like bosing. Obuna ham bo'ling, chunki birga bo'lishim kerak. Mana bu la'nati krisalarni ham o'ldirishim kerak hozir. Bo'ldi. Bularni qolgani o'yinchoq krisalar ekanda. O'yinchoq bularning hammasi ajoyib. Bu yerda mushuklar shunday qilib krisalarni o'ldirishadimi? Bu yer nima bo'ldi? Buncha ajoyib chiroyli joy bo'lmasa, bu yerda men ovqatlansam bo'lar ekan. Obunachilar, men bu yerda mazza qilib ovqatlandim. Rahmat sizlarga. Juda ajoyib joy ekan. Mushuklar mazza qiladi bu yerda obunachilar. Baliqlar bor. Bu qanday xona bo'ldi? Qani kirib ko'raylikchi. Bu yerda mukofotlar bor. Lekin nimaga bu yerda mukofotlar berilgan? Men tushunmadim obunachilar. Mayli, lekin bu yer ham ajoyib joy ekan obunachilar. Sizlarga yoqdimi? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib ketinglar-da. Davay, yozib ketinglar. Bu yerda ikkinchi etaj ham bor ekan. Bu yerda mushuklar yana o'tirsa, yursa kerak. Bu yer ham ajoyib joy ekan. Ana bu yerni qaranglar, tepa katta uyga. Davay, bo'lmasam o'sha yerga borib ko'ramiz, lekin oldin mana bu yerni ko'raylikchi. Bu yer ham o'ynaydigan joy bo'lsa kerak. Mushuklar o'ynaydigan joy. Ajoyib. Bu yerda qumlar bor ekan va ikkita mushuklar bor ekan. Ajoyib. Yoki bitta tepada ham bor ekan. Mana bu mushukni qaranglar, kir bo'lib ketgan qumga botib. Mayli, davay boshqa joylarni ham ko'rib chiqishimiz kerak. Qani yana qanday joylar bor ekan? Va nihoyat mana shu katta uyga ham kirib ko'ramiz obunachilar. Davay ketdik. Katta uyga ham kirib ko'ramiz. Let's go obunachilar. Tezroq kanalimga obuna bo'ling. Videomga like bosing. Xo'sh, bu yer buncha bu yer qulay bo'lmasa obunachilar, mushuklar yotib mazza qilar ekan bu yerda obunachilar. Ajoyib. Bu yer menga yoqdi. Bu yer tepalik. Yaxshi obunachilar, mana bu yerdan sakraydi mushuklar. Ajoyib. Mana buni qaranglar, mushuklar bu yer bilan tindalaydi va juda mazza qilar ekan obunachilar. Ajoyib, menga juda yoqdi obunachilar. Menga vobshe juda yoqdi obunachilar. Sizlarga ham yoqdimi? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Davay yana boshqa joylarni ko'ramiz. Bu yer qanday joy bo'ldi? Bu yer oddiy qishloqlarni uyi bo'lsa kerak-da. Shunday bo'ladi. Boshqa bu yerda ko'radigan narsamiz yo'q menimcha. Xo'sh, yana mana bu uy qoldi. Bu yer nima ekan obunachilar? Davay kirib ko'ramiz. Bu yerga kirmovdik. Bu yer ajoyib joyga o'xshayapti-ku. Qaranglar, bu yerda mushuklar dam olsa, ya'ni yursa kerak. Xo'sh, buncha qulay bo'lmasam, yo'q, qayerga tushib qoldim men? Bo'ldi obunachilar, yaxshi turib oldim. Boshqa bu yerga o'tirib ham ko'rmayman, lekin ajoyib joy ekan. Mana bu ko'rpachalarim. Sanduqning ichida ovqatlar ham bor
mashhur ekan. Bu toshni qaranglar, toshni ajoyib obunachilar. Va bu yerda yana ovqatlar bor, kalbasa, baliqlar. Va mana bu bor ekan, yana o'yinchoqcha mushuklar o'ynaydiganda. Ajoyib obunachilar, bu yerlar menga yoqdi. Sizlarga ham yoqdimi? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring obunachilarda. Bu yer ham, bu yerda mushuklar ko'p ekan, lekin bu yerda ham mushuklar o'ynaydigan joy bor ekan obunachilar. Ko'pincha bu yerda mushuklar o'ynaydigan joy, o'yinchoqlar ham bor ekan bu yerda. Qaranglar, mana buni qo'rqinchli o'yinchoqni. Mayli obunachilar, menga lekin bu yer juda yoqdi obunachilar. Sizga to'g'risini aytsam, mana buni qaranglar. Yaxshi, bu yerda mushuklar mazza qilib yashab yurishadi obunachilar, u yoqdan bu yoqqa sakrab. Mayli, mana bu yer qanday joy bo'ldi? Endi bu yer menimcha oddiy o'tiradigan joy, odamlar kelib o'tiradigan. Bu yerlar menga rostdan ham yoqdi. Sizga yoqdimi? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib ketinglar-da. Nimaga yozmaysizlar sizlar? Skinim ham mana shu mushukka zo'r yarashibdi. Bu yerda qishloqi va oddiy uylar turibdi obunachilar. Xullas, bo'ldi, men mushukchani uyga tashlab ketaman hozir obunachilar. Sizlar bilan men kompot bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Tezroq kanalimga obuna bo'ling, videomga like bosing. Bo'pti mushukcha, sen uyingda qol, men ketdim. Sizlarga ham xayr, kanalimga obuna bo'ling. Bo'pti mushukcha, yaxshi qol.